Hammaga salom, bu SS Fraza kanali. Bugun biz sizlarga root bo'lgan telefonlarga Hackernikni qanday sozlashni o'rgatamiz. OK bosamiz, bu yerdan chiqib turib, poyezga kirib turib, Magic deb yozamiz. Mana root dasturi kelib chiqadi. Hop, открыть qilamiz. Открыть qilganimizdan keyin bu настройкаga kirib turib, настройкаdan pastga tushib turib, перезапустить устройствоni yoqib qo'yamiz. И tagidagisi aktiv deni listni yoqib turib, настройки listga kiramiz. Kirganimizdan keyin bu yerdan Hackernik topamiz. Yoqib turib, ichiga kiramizda dostupni ham ochib qo'yamiz. Endi bu yerdan chiqib turib, dasturdan chiqib turib, hammasidan chiqamizda, boshqatdan Hackernik kiramiz. Kirganimizdan keyin bizda Hackernik dasturi ochilib ishlaydi. Hammaga rahmat. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsangiz, o'qib chiqib javob beramiz. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.